Bu safar set qilib o'ynasa bo'ladigan top 3 ta telefon o'yinlari. Sizdan bitta like va buni men esa boshladim. 3-o'rnimizda Combat Master o'yini. Ushbu o'yin CS2 ning mobil versiyalaridan biri bo'lib, bu o'yinda siz 3 tagacha do'stingizni o'yinga qo'shib birgalikda mazza qilib set qilib ham o'ynasangiz bo'ladi. O'yinning eng zo'r tomonlaridan biri, ya'ni ovozli chat bor. Ovozli chatda mazza qilib PUBG yoki Free Fire ga o'xshab kayf qilib o'ynaysizlar. O'yinning eng zo'r tomonlaridan biri bu o'yinda kartalar juda ham ko'p va undan tashqari o'yinga donat qilib yaxshigina skilllarni ham sotib olsangiz bo'ladi. Hatto pichoq ham bor. O'yinning grafikasi prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va bu o'yinda qanday qilib set qilib o'ynasak bo'ladi deganlarga shunchaki sizga ID raqam beriladi. Ana shu ID raqam orqali do'stlarni qo'shib mazza qilib onlayn ravishda set qilib ham o'ynasanglar bo'ladi. Xullas o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan. Ikkinchi o'rinda esa Stumble Guys o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib, prikolniy o'yinlardan biri. Ya'ni bu o'yinda siz 3 tagacha do'stingizni qo'shib birgalikda set qilib o'ynasangiz bo'ladi. Ya'ni randomniy tarzda sizga bitta polya beriladi. Ana shu polyada do'stlar bilan birgalikda birinchi marraga yetib borishingiz kerak bo'ladi. O'yin juda ham zo'r, mazza qilib o'ynaysiz va ushbu o'yin juda ham prikolniy qilib ishlab chiqarilgan. Aytgancha bu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi va bemalol sizlar telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda Car Parking Multiplayer 2 o'yini. Ushbu o'yin ham juda ham ajoyib simulyator hamda mashina poyga o'yinlardan biri. Ya'ni bu o'yinda siz ko'cha poygalarida ishtirok etsangiz bo'ladi va undan tashqari bu o'yin GTA o'yiniga o'xshab ketadi. Ya'ni siz bitta simulyator bo'lasiz, personaj bo'lib, turli xil joylardan uylar sotib olishingiz yoki-da mashinani sotib olib, tuning ham qilsangiz bo'ladi. Xullas buni Car Parking o'ynaydiganlar tushunadi. O'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va bu o'yin offline emas, ya'ni onlayn tarzda o'ynaladi. O'yinning eng zo'r tomonlaridan biri, ya'ni bu o'yinga siz mod qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni Matiz, Damas, Tico, xullas xohlagan mashinani modini qo'shib o'ynasangiz bo'ladi. Albatta faqat bu Androidda. Xullas o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan. O'ynab ko'rsanglar, o'zingizlar bilasizlar. Videodagi o'yinlarning barchasini Instagram bioda silka bor. Silkani ustiga bosib, Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Ha, jigar, videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va обязательно keyingi videoda qanaqangi o'yinlar chiqarishimizni xohlaysizlar, sirazi kommentariyada yozib qoldirib, menga obuna bo'lish esdan chiqmasa, ha aytgancha mana shu videoni barcha do'stlaringizga ulashib qo'ying, chunki set qilib o'ynashga albatta do'stlar kerak. Bular ham bir xabar olishsin, ketdi.